Muhtaram kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari bilan sog'liq ishqibozlarida xolasa bugun Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimizda video olib bormoqdamiz. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, xolasa mana bugungi to'g'ri xolasa krasavchiklar ekan. Kecha video chiqardim, like bosib, otangga rahmat, kanalga obuna bo'lib qo'yganlardan Alloh razı bo'lsin. Kuzatdinglar, mana shunaqa o'ta zo'r-zo'rlarni azbekamdan xolos chiroylilarni berib turamiz. Imkon qadar videoga like bosib, kanalga obuna qo'yasizlar. Azbeka bugunga necha partiya bor xolasa? Bugunga 4 partiya, 5 partiya bo'ladi. Xillab chiqarib berakansiz-da. Ammo bugunga bor. Bolalarga zot yaxshi qo'yadi ekanman. Vallahi xolos narxi ham yildan arzon-a. Narxi ham yildan arzon, bozorda arzon qilib beraman. Xudo kuzatib turishsa bor, xudo xolasa chiroylilab narxini. Telefon qilgan odamni ishini bitirasiz-da xolasa. Odam ishini bitiraman. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Obunachilar mana birinchi partiyasiga 2 dona. O'ta go'zal. Sifatdan. O'ta haqiqiy qo'y qilib olaman degan. Imkon qadar videoni kalta chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xo'sh, birinchi partiyamizga 2 o'q. Ikkita sog'liq. Ikkita sog'liq, ha? Sifatchalar, ha. Bo'ybaslari yetishadi bularda. Xo'p, bo'ybaslari 75 chiqaradi. 75 ga olishaveradi, obunachilar. 75 atrofi. 1 santimetr baqa bo'lishi mumkin. Junubidan aytilyapti. Shundan sal kichikroq. Junubidan sal kattaroq chiqadi. 75 ga olar ekansizlar obunachilar, xolasa. Yosh oyliklari-chi? Yosh oyliklari 11 oylik. 11 oylik atrofida. 11 oylik atrofida. Qo'llar qarang, obunachilar haqiqiy narsalarda. Boqqadan baraka topuradigan narsa ekan, qarang. Haqiqiy. Hozir qanday mana tarafga obunachisan? Yorug'roqqa, yana qorong'iroqda bu. Yana yorug'roqda bo'lishi obunachilar mana. O'ta toza narsalar kelgan. Ish quvasini qo'ygan ekan. Tushunaverim. Uy baslari normal. Quloqoshlari ham butun ekan-a. Bezi bormi? Ha, Qo'chqorda yurgan bezi bor. Qo'chqorda yurgan bezi bor, ha. Bo'g'ozda xolasa. Xo'p, Azbeka, bu yosh oyligini aytdik, bo'y basini aytdik. Bo'g'oz sirligi endi Qo'chqor yurgan bo'g'oz deyapsiz. Qo'chqor yurgan menda endi yaligiz bor. Narxini ayting, narxini. Tez qisqa qilaylik, 4-5 partiya bo'lsa cho'zing. Bitta gap gapiring, obunachilarga. Qisqa bo'ladi. Ikkoni gapirganda 6 millionlik narsa. 6 million. Ha. 6 millionlik narsa. Ikkoni gapirganda men 6 million demayman. Bozorda arzon qilib beraman. Oxiri so'rashmasin. Bo'ldi. Bunini vodiy bo'ylab, Toshkent bo'ylab bor. 10 million bo'lsa beraman. 5 million so'm. 5 million so'm. 5 million 10 million, ha. Oxirgi sunnatiga o'tib beraman. Bo'ldi, gap so'z. Obunachilar mana 5 million so'mdan telefon qilib ulgurib qo'yinglar. O'ta go'zallar mana. Va videoni kuzatsangiz, xolos bundan keyin yana boshqa partiyalarimiz chiqadi. Qulungroqlar, lekin haqiqiy krasavchiklar ekan. Narsalar kelganman inshaalloh bugun. Baraka topuradigan momentlarni obunachilar like bosib qo'llab-quvvatlayotgan. Endi ikkinchisiga navbat. Obunachilar ikkinchi partiyamizning qora kashtanlaridan bir jup ekan mana. Bittasi orqa oyog'i oq ekan. Yeb ishlar zo'r sinovdan o'tkazdim deyaptilar bir qator buni. Hamma yog'ini olib berishga harakat qilamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa Telegramda yozsalar, yana ham to'liqroq ma'lumotni berib, videoga ham boshqatdan olib beraveradi xolasa. Ikkovi ham xil qilib chiqarib berakansiz bugun obunachilarga xolasa. Bir jib qilib, ha. Hop, bular yosh oyligi necha oylik? Hozir 11 oylik. 11 oylik, ha. 11 oylik atrofida. 12 oylik. 11 oylik, ha. Kishi yorishga kelib qolgan ekan. Kishi yorishga kelib qolgan. Xudo xolasa bitta obunachimizni qo'yib, zoti bor, zot olib yurishadi. Bo'y baslari nechaga beramiz? Bo'y baslar 75. 75. Bo'g'oz sirligi. Bo'g'oz sirligi. Bo'g'oz bor, yelini bor qo'yiladi. Yelini bor, ha, xolos. Bo'g'oz. O'z-o'zi bor, obunachilar mana. Egizga o'xshaydi. Ikki bor. Egizga o'xshaydi. Lekin egiz demaymiz, dangal. Ko'zlar ham egizga o'xshaydi. To'g'ri gapingiz. Hop. Bo'g'oz yelini bor. Yosh oyligi 11-12 oylik, bo'y baslar 75 plus. 80 ga ham kelaversa kerak, 75 ga olasizlar. 80 ham chiqib olishi mumkin. Qo'ylar 80 chiqadi, lekin e'tibor yemini yeb turgan ekan. Xolos zo'r. Eng muhimi qo'zi obunachilar 5-6 yil xotirjam bolasini olaverasizlar. Videoda qaysidir ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, telefon qilsalar, to'liqroq ma'lumotni telefondan ma'lumot. Hop, videoda bugun aytdim mana o'zimiz qisqa qilib chiqaramiz dedik. Obunachilarga bitta aytaman mana.
Obunachilarga Bitta narxini, bitta oldi qochdiqman, birinchi partiyada bitta gap gap. bozorda arzon qildim deganman buni 6 milliondan emas. Buni ham 10 million so'mga bo'lsa, 10 million so'm 10 bo'lsa, million so'mga Vodiy bo'ylab, Toshkent bo'ylab dastavkasini qilib beraman, dastavkasi ichida. hop, Buni xayriga ozmazda o'tib beraman. xayriga o'tib berasiz. Keng bo'pti. Xayriga o'tmang. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib bering, obunachilar. Ketdi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab barakasini bersin. O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Telefon qilib ulgurib qo'yinglar obunachilar. Obunachilar 3-partiyamizga ham o'ta go'zallardan ekan. Haqiqiy polvon yemini yeb turgan sog'lom variantlardan ekan-da. 4-partiya, 3-chisiga 4 dona ekan-da. 3-partiya 4 dona. 4 dona. Qisqa qilamiz videolarni. Yosh oyligi necha oylik? Yosh oyligimi? Hop. 10-11 oylik. 10 oylik, ha? 10 oylik, to'g'ri. 10 oylik bo'lsa, hop. 10 oylik yosh oyliklar bo'y basti. 70-75 o'rtasida, ha? Yebishlar sinovdan o'tdimi-da xolasa? Yebishlar bir hafta sinovdan o'tdi, sidashib olishadi, uyga borgandan keyin xudo xolasa. Bir hafta garantiyasi bor, yemasa, ichmasa, yo'talsa. Yeb ichmasa, yo'talsa. Azlashli yemasa bundaqa badan olmaydi. Semiz badani bor. Semiz. Bo'g'oz qisirliklari qo'yiladi. Bezi bor. Bezi bor, ha? Uchvarda yurgan. Obunachilar buni to'g'risiga hammasini bo'g'oz deb sotyapmiz. Biz ham dehqonni og'zidan chiqqan gapga ishonib, tagini shunday ushlayapmiz. Shunday bez bor. Bu 10 tadan bittada biz ham adashamiz. To'g'risi gapda. Biz ham uni 100% bilmaymiz. Semizli bezi ham bo'lishi mumkin. 4 taning ichida bitta yarimtasi qochmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Xohlasa, bu chekib chiqilmagan, lekin bezi bor. O'zasining gapidan kelib chiqib, o'zimiz tajribamizdan ko'rib chiqib, bo'g'oz deb sotyapmiz. Bitta yarimtasi aqbaqa bo'lishi mumkin. Tushunsangiz, kelib ko'rvani ustida savdoni qilaverasizlar, xohlasa. Xohlasa kelib ham ko'rib olishaveradi. Kelib ko'rvani telefonda va kattaroq ham ko'rinadi. Kelib ko'rib ham ustida ham savdo qilaverasizlar. Kelib ko'rib olgan. Endi telefonda gaplashib qo'lni siltab savdo qilib bo'lmaydi. Yurgan deyishyapti, xudo xolasa. Buni ichiga ko'rilmagan, dangalga. Bu yoshlar sog'liqlar ham bu badanda qo'chqor yonida o'ssa ham qochib qolaveradi variantlar. Badani semiz bor. Hop, bularning narxini nima deymiz, obunachilar? 4 tasini bir joyda. Arzonlatib beraman. Hop, qarang, birinchi, ikkinchi partiyamizdan kichikroq, narxini ham kichikroq qilib, chiroyli qilib qo'yib bering obunachilar. Obunachilar otangga rahmat deb like bosib tursa bitta ayting. Bitta aytaman. Bitta. So'rashmay. Kelishtiring. 4,5 dan bo'lsa bir joyga ketdi mana. Bitta obunachimizni qo'yib. Telefon qilsa sunnatiga o'tib berasiz. Telefon qilsa sunnatiga o'tib beraman. 4 dona qo'yimiz, mana 4,5 dan ketdi, O'zbekiston bo'ylab. Bo'ldi, gap sizni. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Ikkilanma telefon qilaveringlar. Xohlasa hammasini dastavkasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Endi 4-partiyasiga. Obunachilar kimdir atirgul shaydasi, kimdir lola deydi, mana puli arzonidan kambag'al bo'y qiladigan variantlardan. Yebishlar zo'r sinovdan o'tganlari hammasiga xohlasa, mana bitta ikkitasi Azbek kechagi partiyadan ham bular, ha? Ikkitasi kechagi Kechagi yangi kelgan alashtirib bitta qilib chiqarib beryaptilar obunachilar, ha? Chiqarib beryapti. To'sin. Mana obunachilar. Qo'ylarimizni ichiga qo'shdik. Hop, Kechaginda 5 ta sotdik kecha. 5 ta sotildi. Qolsa 5 ta sotdik. Mana oq sariq cherigi bu. Bu oq sariq cherigi. Sariq, mana obunachilar xolos hammasi bo'ybastlar bir xil. Bitta oq qora qulog'i bor-da xolasa. Qolgani hammasi tumqora kashtan variantlaridan bir xil. Og'adan baraka topadi. Mashina bir xilda. Narxlari ham o'ta qulay. Bo'ybastlar nechiga beramiz bular bo'ybastlar? 70. 70 plyus minus, ha? 70 plyus minus, ha. Plyus minus. Yosh oyliklari? Yosh oyliklari 7-8 oylik. 7-8 oylik yosh oyliklari obunachilar, bo'ybastlar 70 plyus. Bo'g'oz qisirligi? Mana shu narsa. Shu narsa, shu narsa. Buncha kirib ko'rmagan. To'g'ri. Bular bo'g'oz degani ham, qisir degani ham degan. Bularga hali jicha bor. Bir oy vaqt qo'chqor qo'shsalar ko'payveradigan variant. Ammo bir oydan keyin qo'chqor qo'shaveradi, xohlasa. Qo'chqordan ham qilib berasiz, xohlasa obunachilar, ha? Qo'chqorni. Otangga rahmat deb like bosib tursa, mana bozorda arzon qilyapti, xudo xohlasa. Ko'pchilik aytayapti, arzonchi bo'ladi, xudo xohlasa bundan bag'atli. Ajdek hamma ma'lumotni beribsiz. Bu qo'ylar 4-partiyamizning soni nechta o'zi? Soni 8 dona. Soni 8 dona, ha? 8 dona. 8 dona. Obunachilar qanaqa mana 8 dona. Bir joyda bitta, ikkita emas. Bitta obunachimizni qo'yib. Bitta obunachini qo'yakan. Imkon qadar 8 tasini olib qo'ysalar, bir oydan keyin yaxshi bitta qo'chqor ham qo'shib beraman deyaptilar. Xohlasa chiroyli qilishlarni bitirib beradilar. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar.
kechki dasturlarga videolar chiqarib, shunga qisqa qilyapmiz. Videomiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, shunday video qilinglar deb kommentariyada yaxshi fikr qoldirib ketinglar. Kamchiliklarimizni yozib ketinglar. Kamchilikni aytganni negativ deb tasavvur qilmaymiz, negativchilar demaymiz. Prosta shu hamma ham adashadi. Beayb Parvardigor. Adashamiz. Hatto kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shuni kommentariyada yozib ketishlarini so'rab qolaman. Hop, buni 8 tasini bir joyda bitta ayting, bitta obunachimizni qo'ydi xolasa. Bitta gap gapiring. Bitta. Cho'zib o'tirmayman buni. Qo'lni bering. Yengil ayting, bitta. Oldin azmaydi. Jo'nataver deydi qanchakda. So'rashmas. Bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Bitta obunachimizga ketdi mana 36dan. 36 dan barakasi. Bir joyga oldirgan 36 dan ketdi. 3 million 600 ming so'mdan mana. Shoshilish so'mi. 8 tasini bir joyga olganga mana 3 million 600 ming so'mdan. O'ta go'zallardi mana. Telefon qilib bilib Ha, deb bunaqasi ham kelavermaydi, dangalga. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa bundan ketin bundan ham zo'rlardan chiqarib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.